Xullas, oddiy kichkina monitordan zerikkanlar uchun bu maxsus YouTube videomiz. Mana bu katta 34 talik Zifler monitorini ko'ryapsizlar. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shu bahaybat monitorni obzor qilamiz. Kichkina monitordan zerikib katta monitor olmoqchi bo'lganlar, mana shu videoni ko'ringlar endi oxirigacha. Xo'p, birinchi navbatda endi buni ochib olamiz. Korobkani bahaybatligini qaranglar. Qisqacha ma'lumot qo'yib ketaman. Ekrani 165 Hz da ishlaydi. Hop, o'zini HDMI kabeli chiqadi. Kronshtaynga ilmasangiz, o'zini mana shunaqa maxsus podstavkasi ham chiqadi. Hamda o'zini blok pitaniyasi. Hop, dokumentlari bular bizga kerak emas. Voy, mana bu ekranni qaranglar. Hech kerak narsa qolmadi bu yerda. Buni bahaybatligini qaranglar. Bunda o'yin o'ynasanglar yoki qanaqadir ishlaringlarni bemalol qilsanglar, kinolar ko'rayotganda ham maza qilasizlar. Menga eng yoqqani bunda o'yin o'ynash babi. Hozir video davomida o'ynab ko'ramiz bu monitorda. Xo'p, mana hozir monitorning orqa ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Ulab oldik. Hozir mana HDMI bilan orqa tarafi yonib turar ekan mana shu tarzda. Mana bu o'ngda va chapdagi chiroqlarni ham ko'rishingiz mumkin. O'chirib yoqish mana shu chap tarafda joylashgan, lekin bunaqa yonib turishi vobshe boshqacha ekan. Qaranglar. Mana bu notebookning monitori ko'rinayotgan bo'lsa, 15.6 dyumli bu. Endi mana qaranglar. 34 talik yetmaganiga qayrilgan. Takoy zo'r bit beryapti. Hozir men kronshtaynga qo'ydim. O'zini podstavkasiga emas, kronshtaynga qo'yib olsanglar, bu yoqqa burishinglar, o'zinglar uchun ham ancha qulay bo'ladi. Xo'p, endi hali aytganda bitta o'yin o'ynab ko'ramiz. Faqat o'rtoqlar CS:GO'ga kirayotganda endi bilganlar o'zi biladi, bilmaganlar uchun ko'rsatib o'taman. Grafikadan mana shu nastroykalarni to'g'rilab olinglar. Mana xuddi shu men qilgandek qilib olinglar. Xo'p, endi mana orqaga qaytamiz. Xo'p, bitta o'yin boshlab ko'ramiz endi. Voy, mana buni ochib berganda qaranglar, maza qilib o'ynaysizlar lekin. Voy, addushi o'yin bo'ladi-da, bunaqa katta ekran olganinglardan keyin. Mana bu kichkina ekran keyin Tetris ekran deb bo'lib qolar ekan. Endi agar boshqa o'yinlarni ham o'ynasanglar bo'ladi. Hozir men CS:GO misolida ko'rsatdim. Boshqa o'yinlarda ham vobshe maza qilasizlar. Endi xo'p, YouTubedan bitta video ko'ramiz. Hozir mana monitorimiz razmerdagi videoni yozib oldim. Endi qaranglar, bitta ochamiz. Voy, buni qaranglar. Mana oxirgi sifatga ko'taramiz endi buni. 4K ga. Mana sifatiga baho berib qo'yinglar. Xullas, maza qilib o'yin o'ynayman, YouTube'da videolar ko'raman deganlarga mana shu Ziflerni 34 dyumligini tavsiya qilamiz. Bemalol OpenShopdan xarid qilib olsanglar bo'ladi. Mana o'zim sizlarga test qilib ko'rsataman. O'zim mana shu narsani shaxsan xarid qilib oldim, mana shunaqa maza qilib ishlatish uchun. Mana shunaqa foydalanaman degan odamlar ko'p deb o'ylayman. Kichkina monitordan zerikkan yoki notebooki borlar, bitta mashinadan olsanglar, aniq maza qilib ishlatasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, bunaqa monitorlarni OpenShopdan eng zo'r narxlarda xarid qilib olsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar hamda kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. Narxini bilishni xohlasanglar, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar yoki openshop.uz saytimiz orqali ham bilsanglar bo'ladi. Play Market yoki App Storedan OpenShop ilovasini yuklab olinglar.